Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati arxivi. Ushbu obyektimizda biz sentralniy konditsionerlar, rekuperatorlar, havo beruvchi va tortuvchi ventilyatorlarni yetkazib va o'rnatib berganmiz. Barchamizga ma'lumki, arxiv hujjatlarini saqlash standartlari mavjud. Shu standartlarga mos ravishda biz o'zimizning mahsulotimizni o'rnatib va yetkazib berganmiz. Bu AHU sistemamiz havo beradi va havo tortadi. Ichkaridagi havoni tortib, tashqariga chiqarib yuborib va tashqaridan 100% havoni ichkariga haydab beradi. Haydab berayotgan havoni, arxiv hujjatlarini me'yorida ushlab turish uchun havoni namlashtirib beradi. Havoni me'yorini sovutib va isitib beradi. Uning uchun o'zini datchiklari va sistemasi, avtomatik sistemasi bo'ladi. Bu AHU pritochkamizda ikkita radiator mavjud bo'lib, ham isitib, ham sovutib beradi. Sovutish tizimimizga chiller bilan, ya'ni uzellar bilan ulangan, chiller bilan ishlaydi. Isitish tizimimizga, ya'ni katyollarni ham yetkazib berganmiz, katyol orqali isitib beradi. Pritochkamizda ustanovka jarayonida biz chillerdan uzel orqali olib kelib, ichkaridagi kasetnik konditsionerlarimiz va kanalni konditsionerlarimizga ham ulangan. Bu uzel sistema hisoblanadi. Bu obyektimiz 5 etajdan tashkil qilingan bo'lib, biz tom qismiga chiller, ya'ni 260 kilovatlik chillerimizni qo'yganmiz. Bu chillerimiz pritochkamizni sovutish tizimini barqarorlashtirib beradi. Ya'ni pritochkamiz havo 26 ming kuba havomizni tortadi. O'sha havo tortgan havoni isitib, sovutib ham beradi. Sovutishda ushbu chillerlardan foydalanganmiz.